Ash masjid ekanda. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi, sog'sizmi? Inshaalloh mana ishlari qilib xalos bo'lib masjid ham. Mana shu kelayotgan haftaga inshaalloh hamma ishlari xalos bo'ladi inshaalloh masjidda. Egasi inshaalloh videolarini jo'natib beramiz. Mana ustakalarimiz hozir ishlayapti. Masjid mana shu hozir mana shu holat. Olib keling ya. Jumadan keyin nima qilamiz? Bolalarga bir Qur'on beramiz, lam beramiz, bir kelsa nima qilamiz? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz eshituvchi do'stlar, xorijdagi do'stlar, musulmon birodarlar, ya'ni bu kun jamoatligimiz sababli albatta Imom Buxoriy vaqfi tomonidan banomi Yusuf aka nomidan bu masjid qurildi, tuzalildi. Dar qadami avvalga nihoyat xursand va tashakkurligimizni bildiramiz. Bizlarday mustahiq qavmga Shuburg'on viloyatiga, shahri Shuburg'on, viloyati Javzijon markazga bo'lib to'xtab, g'arib fuqaro masjidimiz 2 yil 3 yildan beri noobod edi. Alhamdulillah buruz Imom Buxoriy vaqfi tomonidan banoma Yusuf aka nomidan bu masjid tuzalishlikka shular sabab bo'ldi. Tashakkur illik beramiz har birlariga. Bundan keyin ham Alloh tavfiq mazid, bundan keyin avlodlariga, o'zlariga rizq ro'zi faravon, halol, ya'ni zinati afzoyish dunyo va oxiratga va hamchinan tamom orzu va armoni bo'lsa Xudovand barobar aylantirsin. Xususan Imom Buxoriy vaqfi tomonidan ham tashakkurlik etamiz. Bizlarga rasidalik qildi, yetishdi. Yusuf aka nomidan biz masjid qurilib berishga bizlarga sabab bo'ldi. Har birlaringizdan tashakkur. Tamom mushkulotlarga bundan ilgari kelgan Alloh hal qilsin, yo'q qilsin, bundan keyin kelayotgan mushkulotlarni ham Alloh keltirmasin. Tashakkur har birlaringizdan. Xonalaringiz obod va xayr bo'linglar. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم Qani? Mashallah.